Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomiz mavzusi kommentda ko'pchilik yozishibdi, aka, bez zastavka bo'lsa, o'zingiz do'kondan kelib olib ketadigan bo'lsa, nech pul skidka bo'ladi, nech pul minus 45 yeysiz deyishibdi. Endi hozir mana shu summa skidka demasdan, mana shu do'konimizdagi bugungi kundagi mahsulotlarni bugungi kundagi summasi bilan sizlarga aytsam, foydali bo'ladi deb o'yladik. O'shaning uchun do'konimizdagi mashinalarning summasini boshlaymiz. 7 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan mashinamiz 50 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan. Balonli yumshoq balon eshik ochilib yopiladi, fleshga Bluetooth o'qiydi, ham gaz pedallar, ham pultdan masofadan boshqarsangiz bo'ladi. 1 million 600 ming so'm. Haqiqiy Jeep mashinamiz 2 million 200 ming so'm. Eng katta baggi mashinamiz, bitta bola uchun mo'ljallangan eng katta baggi mashinamiz 60 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan 2 million 200 ming so'm. 1 million 600, 1 million 550 ming so'm. 1 million 550, 1 million 550, 1 million 600. İchiga ikkita 2 yoshli bola sig'adigan, lekin o'zi bitta bola uchun mo'ljallangan mashinamiz. Bunaqasiga keng qilingani uchun ikkita bola bemalol sig'adi. 1 million 800 ming so'm. 80 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan, ichiga ikkita 5 yoshli bola bemalol sig'adigan mashinamiz 2 million 600 ming so'm. Bez zastavka bilan, hammasi bez zastavka bo'lyapti. 2 million 800 ming so'm bahaybat Toyota mashinamiz. 4 million 850 ming so'm. F8 mashinamiz, ichiga ikkita 13 yoshli bola bemalol sig'adi hamda 100 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan. 24 voltli akkumulyator qo'yilgan 2 kishilik baggi mashinamiz 3 million 400 ming so'm. Drift qilishga mo'ljallangan mashinalar 2 million 800 ming so'mdan 24 voltli akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Bular hammasi o'sha modellarning o'zidan hisoblanadi. Ikkita bola uchun mo'ljallangan Mercedes-Benz hamda BMW mashinalarimiz 2 million 800 ming so'm. 60 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan modellar. Xo'p. 2 million 800 ming so'm Toyota mashinamiz, bahaybat model. Litsenziyadagi Gelivaga mashinamiz G63 bu modelimizni ko'pchilik biladi. Bugungi kunda 3 million 400 ming so'm qilib beramiz. Akkumulyatoriga 6 oy garantiya yozib beramiz. 24 voltli tez yurishga mo'ljallangan mashinamiz. 2 million 800 ming so'm 2 kishilik bahaybat modelda. 2 million 200, 2 million 600, 1 million 600, 2 million so'm. 2 million 200 ming so'm. Endi Gelivagelarimiz bu yoqda juda ko'pchilik ma'qul keladigan. Gelivagelar 2 million 200 mingdan. Mana shular 2 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p, amortizator temirli qilib ishlangan 80 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan mashinamiz juda baquvvat model. Sifati ham anchagina baland, balonli yumshoq balon 2 million 800 ming so'm. Ikki xil rangda kelgan. Bu mashinamiz 80 kilogacha ikkita bolali 3 million so'm. Farqi nimada desanglar, farqi buni sinasi suriladi, oldingi orqaga, buniki surilmaydi. Faqat mashinada qolgan joyida bir xil. 2 million 200 ming so'm. Hop. 2 million 800 ming so'm. 80 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan model. Bu ham 2 million 800 ming so'm Toyota 2 kishilik. BMW X7 hop 1 million 850 ming so'm qilib beramiz. 6 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan. Mototsikllarimiz eng katta mototsiklimiz 5 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan 80 kilogacha yuk ola oladi. Buni mototsikllarda pulti bo'lmaydi. Farzandinglar o'zi gaz pedalida bosib haydasa bo'ladi. 2 million 200 ming so'm. 2 million 600, 2 million 600 ming 24 voltli akkumulyator bilan jihozlangan ikkita balonli. Yonida pamayatli oyog'i ham bo'ladi. Bunda keyinchalik olib tashlashinglar ham bo'ladi. Bunda maksimal tezligi 7-8 bo'lsa, bunda maksimal tezligi 12 atrofida bo'ladi. Tez yurishga mo'ljallangan model 1 million 800 ming so'm. Bular 1 million 900 ming so'mdan. Faqat mana shu modelida pulti chiqadi, komplektatsiyasida pultidan o'zingizlar haydasanglar ham bo'ladi yoki farzandinglar o'zi mustaqil boshqarishi ham mumkin. 1 million 700 ming so'm. O'sha modelda ozgina kichkina qilib ishlangan, ozgina kichkina. 2 million 200 ming lulkali modelimiz bugungi kunda do'konimizdagi eng ko'p sotilayotgan modelimizdan bittasi hisoblanadi bu ham. Rolls-Royce mashinamiz 2 million 200 ming so'm. Bu mashinalar tepada, mana bu yerda 2 million 200 dan. 223 Mercedeslarimiz ham 2 million 200 ming so'mda 6 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan. Menimcha hammasini aytib o'tdik. Boshqa mashinalar qolib ketmadi, adashmasam. Xo'p. Yana bu savolinglar bo'lsa, kommentda o'zingizlarning izohlarini yozib ketinglar. Biz sizlarning kommentlaringizni o'qigan holda sizlarning savolinglarni kelib chiqib, video tayyorlashga harakat qilamiz. Hammanglarning kuninglar yaxshi o'tsin. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar hamda kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.